Salom obunachilar, sizlar bilan nima bo'lmoqda? Bugungi roligimizda bilib turganingizdek, birinchidan bilib turibsizlar, mana bu videoda birinchi video qo'yishni o'rgataman. Hozirgina olgan videoyimni o'rgataman. Birinchi biz montaj saytimizga kirib olamiz, video marketimizga. Kirib olgandan so'ng salom obunachilar, shu joyda kechirasizlar, video shu joyda kesib tashladim chunki ko'p vaqt oldi. Chunki video montaj qilishni o'rgataman. Bo'lmasa videoni boshlash. Obunachilar, men bitta videoda qilishga harakat qildim. Eslashimiz mana. Ko'rdingizlar? Mana uni bosam. Mana bu shortsga qo'yaymi deyapti-yu. Katta videoga. Katta videoni tanlaymiz. Olg'i. Tak, birini bosib olamizda. Ko'rdingizlar, bu taqarqalar kommentariya bo'laman. Mana qilg'ish. Shortsni shunaqa. Ammo pichgan bosamiz, bitgayapmi? Ertangi yil to'g'rilaymiz. Chunki oldin qaranglar, mana u hozirgi 16da olinyapti bu video. 16da olinayotgan bo'lsa, qaranglar. 16ga qo'ysanglar video chiqmaydi, shunga ertaga qo'ying. O'zi yangidan turadi, bilsanglar. Ko'pchilik bilan o'tga g'arg'i teglar, shunaqa. Har xil tek qo'yib yuboraman. Bunu video çıkardım geri koyun. Ay böyle dengel. Minecraft. Eşkat yeri gibi. Ano kanal tanıştı. Fosilleri karıyla. Kargı kemiğiyle fosilleri oladı. Tak. Mana qo'yganimizdan so'ng yana tepadagi mana buni bosamiz. Bosganimizdan so'ng bitta necha yoshlarga mumkin gap. Katta yosh bolalar ko'rishi mumkinmi? Ko'rishi mumkin emas, ta'limman. To'xta. Ishqa video aylanadi, o'zi chiqaveradi. Hammaga sizlar bilan ne bo'ldi? Keyingi video roliklarimiz ko'rishguncha. Ana qo'yib, ana muzikadan qo'yib, ana video. Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трэпим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту. Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трэпим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту. Майнкрафт. Все шикарно, все красиво, когда квадратные сланцы заценил твои скины и унес их в своем ранце. Мои жители со мной, и мы в поисках сырья. Их здесь миллионы, они все моя семья. Если напиток, то только компот. Я его выпил и выиграл джекпот. И на видео делаю идиот. После ночи глаза светодиод. Если напиток, то только компот. Я его выпил и выиграл джекпот. И попал в пиксельный круговорот. Тут моя жизнь только наоборот.